Assalomu alaykum, hurmatli briefing ishtirokchilari. Ruxsatingiz bilan Yangiyer shahar byudjet daromadlari bo'yicha prognoz ko'rsatkich ijrosini ta'minlash borasida 2025-yil 2-chorak davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan qisqacha hisobot bersam. Joriy yilning 2-choragi uchun byudjet daromadlari bo'yicha reja 5 milliard 900 million so'm belgilangan bo'lib, ushbu topshiriq amalda 6 milliard 151 million so'mga rejaga nisbatan 104% ga bajarilib, byudjetga qo'shimcha 251 million so'm ko'p tushi ta'minlandi. Bundan tashqari mahalliy byudjet daromadlari bo'yicha 2-chorak uchun belgilab berilgan 10 milliard 798 million so'm reja topshiriq ijrosi 11 milliard 879 million so'mga yoki 110% ga uddalandi. Natijada shahar mahalliy byudjetiga 1 milliard 80 million so'm ko'p tushi ta'minlandi. Hurmatli briefing ishtirokchilari, joriy yilning 2-choragida shahar uchun belgilab berilgan byudjet daromadlari bo'yicha prognoz ko'rsatkichlari ijrosi to'liq ta'minlash borasida muayyan amaliy tadbirlar olib bordik. Soliq qonunchiligida belgilab berilgan muddatlarda soliq to'lovchilar tomonidan o'z majburiyatlarini bajarmaganligi oqibatida 2-chorak boshida yuzaga kelgan 886 million so'mlik faol yuridik shaxslarning soliq qarzdorligi 221 million so'mga qisqartirildi. Jismoniy shaxslarning qat'iy soliq bo'yicha yer va mol-mulk hamda deklaratsiya soliq qarzdorliklari bo'yicha 1 milliard 991 million so'm qarzdorlik 2-chorak davomida 308 million so'mga qisqartirildi. Bugungi kunda soliq qarzini qisqartirish yo'nalishida shahar soliq inspeksiyasi bilan hamkorlikda majburiy ijro bilan ishlar davom ettirilmoqda. Bundan tashqari, shahar soliq to'lovchisi bo'lgan korxonalar aylanmadan olinadigan soliq bo'yicha qo'shimcha manbalar jalb etish yuzasidan amalga oshirilgan ishlar natijasida byudjetga qo'shimcha tushumlar tushi ta'minlanmoqda. Jumladan, 2025-yil 2-chorak davomida soliq inspeksiyasi tashqi manba ma'lumotlar bazasiga asosan olingan ma'lumotlarga ko'ra 191 ta xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan soliqni yashirish holatlari aniqlanib, ularga 391 million so'm qo'shimcha soliq hisoblanib, qayta hisobot olindi va undirilishi ta'minlandi. Bundan tashqari, soliq inspeksiyasining soliq tekshiruv xodimlari tomonidan ichki va tashqi ma'lumotlar asosida tahlillar o'tkazilib, 7 ta yuridik shaxslar tomonidan soliq qonunchiligi bo'yicha yuzaga kelgan kamchiliklarni soliq to'lovchi ko'makchi tamoyil asosida tushuntirish ishlari olib borilishi hisobiga kamchiliklar bartaraf etildi va natijasida tegishli buyruqlar rasmiylashtirilmagan holda korxonalar tomonidan ixtiyoriy ravishda 19 million so'm qayta soliq hisobotga olinib, soliq summasi byudjetga undirilishi ta'minlandi. Shuningdek, Yangiyer shaharda xufiyona iqtisodiyotni oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan hisobotlarni aytib o'tsam. Norasmiy iqtisodiyotga qarshi kurashish, uning ko'lamini kamaytirish va legallashtirish bo'yicha hukumatimiz tomonidan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda soliq ma'murchiligini takomillashtirish, tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazishni soddalashtirish va aholining moliyaviy savodxonligini oshirish kabi yo'nalishlar bo'yicha muhim ishlar bajarilib kelmoqda. Ayni paytda tumanimizda 12 ta mahallaga 8 nafar soliq xizmat xodimlari biriktirilgan bo'lib, ular zimmasiga norasmiy tadbirkorlik faoliyatini qonunlashtirish, o'zini o'zi band qilgan fuqarolarni kichik biznes toifasiga o'tkazishga ko'maklash hamda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash orqali ularning faoliyatini kengaytirish, daromadlarini oshirish hisobiga soliq bazasini kengaytirish yuklatilgan. Jumladan, joriy yil davomida joylarda iqtisodiyot oldini olish maqsadida soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyil asosida 319 ta korxona va savdo nuqtalari nazorat tadbirlari o'tkazilib, 385 nafar norasmiy ish o'rinlari legallashtirildi va hujjatsiz faoliyat yuritib kelayotgan 302 nafar tadbirkorlik subyektlari davlat ro'yxatidan o'tkazildi hamda 76 nafar savdo shoxobchalariga onlayn nazorat kassa mashinalari o'rnatildi. Buning natijasida ishchilar soni va ish haqi oshgani hisobiga 2 milliard 616 million so'm, yashirin tovar aylanmasi aniqlash hisobiga 43 milliard 338 million so'm hamda boshqa aniqlangan holatlar hisobiga 38 milliard 685 million so'm qo'shimcha soliqlar hisoblanib, davlat byudjetiga undirish ta'minlandi. Shuningdek, joriy yil davomida jamoatchilik nazorati asosida yuritiladigan soliq hamkor dasturi savdo qoidalarini buzish holati bo'yicha kelib tushgan 240 nafar murojaatlar qonunchilikda belgilangan tartibda o'rganilib, 235 nafar tadbirkor subyektlarida sayyor soliq tekshiruvlari o'tkazildi. Bundan tashqari joriy joylarda
kirim-chiqim tovarlar elektron hisobga olish tizimini yo'lga qo'yish maqsadida 72 nafar savdo shoxobchalari 2D skaner bilan jihozlandi. Bu tizim yordamida tovarlarning harakati to'liq nazorat qilinib, hisobotlar shaffofligi ta'minlandi. Natijada soliq ma'murchiligi soddalashdi va tovarlar qoldig'i aniqlash osonlashdi. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar norasmiy iqtisodiyotni qisqartirish, shaharimiz iqtisodiyotini legallashtirish borasida ijobiy natijalar beradi. Kelgusida ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar izchil davom ettirilib, soliq ma'murchiligi yanada raqamlashtirish, tadbirkorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va aholi huquqiy ongini oshirishga qaratilgan qo'shimcha choralar ishlab chiqiladi. Hamda soliq to'lovchilar orasida sog'lom muhit yaratib, xufiyona iqtisodiyotga barham berish choralari muntazam ko'rib boriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.